Assalomu alaykum aziz vatandoshlar. Hammalarga kirib kelayotgan Qurbon hayiti muborak bo'lsin. Mana hozir bilasizlar, har payshanba ehson olib chiqamiz, juma kuni yopamiz. Hozir biz Yunusobod 7-kvartaldamiz. Akamiz shu tirikchilik farzandlarini boqamiz deb Yandexda yurishadi. Shu Yandex vaqtda katta, qattiq avariya bo'lgan. U yelkalaridan ham mana qo'llargacha simlar qo'yilgan. Mana oyoqqa ham qilingan. Hozir mana bu barmoqlar umuman ishlamaydi, uzilib ketgan mana shu barmoqlar. Buni o'zimizda Toshkentda qilib beramiz, faqat 50 ga 50 debdi. Lekin Rossiyada yurib ketadi. Biz garantiya beramiz debdi. $10,000, endi yo'lka $15,000 yaqin pul ketadi. Va tirikchilik bayda yosh qizi bor ekan, mana eng kattasi, undan keyin kichkina qizi, ustiga ayoli ham homilador, yaqinda jijilar ekan. Boquvchi yiqilib qolgan. Oilada yolg'iz ayol, uy bekasi, 3 ta farzandi, tirikchilik, qarzdorlik, shu oilaga keldik. Chunki erkak kishi uyni boquvchisi ustuni bo'ladi. Kelinglar. Qo'linglardan kelgancha mana shu insonni oyoqqa turib ketib, shu qizlarini boqishida, ta'limini olishida siz bilan biz ko'makchi bo'laylik. Mana videolarda ham ko'rib turibsiz, mashina qattiq avariya bo'lgan. Eng asosiysi bolalarning otasi tirik qoldi. O bolalarning otasi tirik qoldi. Endi shuni Rossiyaga borib qildirib kelamiz. Aziz vatandoshlar, qo'linglardan kelgancha videoga birinchi borib like bosasizlar, kommentariyada saxovat peshalarni atmetka qilasizlar, videoni maksimal tarqatasizlar. Quyidagi qo'yilgan kartalarimizga bemalol hissalar qo'shasizlar. Mabodo tushira olmay qolsanglar, kechasi 12 dan keyin limit ochiladi. Bitta kartaga 100 ta SMS beradi. 1000 so'm tashlatsangiz ham, 10 ming tashlatsangiz ham, 1 million tashlatsangiz ham bitta SMS o'tadi. 100 ta SMS tugagandan keyin kartalar bloklanib qoladi. Ertasiga yana ochiladi. O'shaning uchun azizlar, agar imkoni bo'lsa, tepadagi Shavkatbek Zulfiqarovga 100 mingdan tepalar unga tashlaysizlar, pastda Mohira To'xtaxonovaga shu 100 mingdan past 50 ming, 10 ming, 15 minglar unga tashlaymiz. Chunki mayda pul bilan limitimiz to'lib qolyapti. Biz o'ylagan pulimizga summamizni yetkaza olmay qolyapmiz. Barcha ehson qilganlardan Alloh rozi bo'lsin. Keyin yana mashinliklar paydo bo'lgan. Iltimos, meni videomni qayerda ko'rsanglar ham kartalarimiz Shavkatbek Zulfiqarov va Mohira To'xtaxonova chiqmaguncha pul solmanglar. Mana ko'ryapsizlar, biz doim olib chiqqan sanamiz chislosini qo'yamiz, yilini ham, chislosini ham, ertasiga yopgan sanamizni ham 24 soatdan oshirmaymiz. Kelinglar aziz vatandoshlar, hayitga mos, ehsonga boy. Mana adminda telefon nomerini qo'yib qo'yapman pastda, 66-64 ga telefon qilsanglar, oilaning telefon nomeri, lokatsiyasini tashlab beradi. Bemalol kelib ehsoninglarni berib, duosini olib ketsanglar bo'ladi. Kelinglar, hozir mana bu yerda ham temirlar qo'yilgan ekan, qo'lam ko'tarilmayapti. O'sha temirlarni ham oldirishimiz kerak. Bu yoq 15-20 ming pul ketadi. Baribir tirikchilik bu yoqda imkon qadar maksimalli podishya qilasizlar. Assalomu alaykum. Shunaqa bir falokat bo'lib avariyaga tushib qoldim. Shu oila